Nega menga bu haqida aytmaganding? Haqiqatni bila turib, nega uni mendan yashirding? Sizni ranjitib qo'yishni istamagandim. Farzandim dushman qo'lida katta bo'lyapti. Men esa bu haqida hech narsa bilmayman. Yon xonim Vaqtni ortga qaytarganda ham hech narsa o'zgarmagan bo'lardi. Oralaringizda hammasi tamom bo'lgan. Shu sabab Malika shuncha yildan beri o'zi haqida bildirmagan. Yon xonimning nomidan gapirishga haqqim yo'q. Ammo Yon xonim bir narsani istayotgani aniq. U sizni baxtli bo'lishingizni istaydi. Qonuniy rafiqangiz, davlatingiz borligini hisobga olib, u hammasini unutgan va sizga faqat baxt tilaydi. Kim bor?